Mansur aka. Assalomu alaykum. Bobur Mansur aka. Ha, Mansur aka, addushi men sizni kuzataman. Rasm tutsam bo'ladimi? Mayli aka, saç ko'rsatuvdi. Rahmat aka. Sizlarni kontentinglarni har kuni kulamiz. Rahmat. Jiyanlaringizdan ko'ra bitta video borda, iltimos qilib bera olasizmi? Mayli aka. Jigardan qarzim borda. So'raveradi. O'shanga xavotir olmanglar. To'laydi, to'lamasa men to'layman deb bering bitta. Jayni qanday edi? Ha, bitta men o'zim, ya'ni prikol, ha? Ha, prikol. Mana dumaloqcha tashlayman. Ismlarimi? Jasur. Jasur, yaxshimisiz? Og'ayni charchamayapsizmi? Ismingiz nima? Shahriyor do'stimiz sizdan qarzi bor ekan. Xavotir olmang, to'laydi. Agar to'la olmasa, mana biz turibmiz, xudo xolasa. Pastga deb Pastga, uni aytdim. Shuni aytdim. Pastga. Rahmat aka. Rahmat jigar, addushi, charcha omad. Ey bloger. Qarlarini qachon berasan? Qanaqqas? Mana videolarim menga turibdi. Jasur, Shahriyor do'stimizni sizdan qarzi bor ekan. Qochib ketmaydi, xudo xolasa beradi. Mana biz turibmiz yog'iga. Xavotir olmang. Jasur, men bilaman. Bari qalbiskuncha, bari qol. O bloger, Mansurmiding, kim eding? Shep pulini bermaysanmi? Qanaqa pul? Videoda katta gapirganmisan, men to'layman deb to'laysan endi. Men unda prikol qilganman. Prikolingni Instagramdagi videolaringda qilasan. Gapirdingmi? Gapingga javob ber. Tilla bersam bo'lmaydimi? Qancha? Bravo saryog'ini bilasizlar, ha? Bu yil 20 yilligi bo'lyapti. Shu munosabat bilan siz 200 grammlik yoki 500 grammligini olasiz. Mana shu yerda borku, mana shu o'chirg'ich bilan shunday o'chirasizda, mana shu yerdagi kodni Telegram botiga tashlaysiz. Har oyning oxirida primoy efirda g'oliblar aniqlanadi. G'oliblarga fevral oyida 10 grammlik tilla berilyapti. Mart oyida 20 grammlik tilla berilyapti. Undan tashqari televizor, xolodilnik, konditsioner 5 million so'mlik pul yutuqlardan berilyapti akajon. Sen o'ylab gapiryapsan, mening joydamisan, ha? 50 kilo trillion pulini olgan u. Nima? Hey! Mansur aka Bobur, va kontent olyapsizmi O'sirkada? Yaxshi. Qanaysiz aka? Bitta shu jo'ramga video tashib 50 kilo tillan pulni nima qilding? Nimaga aralashtirding meni momoyingga? Nimaga qo'shding? siz va'da berdingiz. Maqsading nima o'zim? Yo'q, aka o'zingiz va'da berdingiz. Va'da berdingizki, qilib beraman, sen to'lamasang qilib beraman dedingiz. O'zim qarsam bor deding. Mana bunda, mana bu. Qo'shdim. Telefonni ko'rsam asabim buzilyapti. Mana shunda $100 qarzim bor.